ko'pchilikdan bizga tushadigan savol YouTube ahli ahamiyat berib qo'yasizlar. Sirdaryoga propan metan qo'yishga borishim shartmi? Undan ko'ra o'zimizni viloyatda qo'ysam yaxshi emasmi deb ko'pchilik savol berishadi. Nima uchun sizlarga keladi? Qaytarib o'tamiz. Bizda narxlar ulgurchi. Misol, mana kechqurungi ishni o'zini ko'rib o'tishlari mumkin. Tracker avtomobili, Damas avtomobili, ichkarida Labo mashinamiz bor. Ichkarida B55 modeliga ideal qilib 4 plus jihoz bilan propan uстановка. Bu tomonda Lacetti avtomobili, bu tomonda Mercedes mashinamiz bor. Ichkarida Cobalt va yana bitta legenda Cobalt avtomobili, Spark avtomobiliga ham uстановка qilib beryapmiz. Chunki bizlarda narxlar optim. Shuning uchun barcha viloyatga biz aksiya e'lon qilganmiz. Faqatgina ulgurib qoladigan joy vaqtlarimiz chegaralangan. Bir kun siz shunday xizmat sizga kerak bo'lganda bizni qidirib qolmaslik uchun obuna bo'lishni ham unutmang. Agarda obuna bo'lgan bo'lsangiz, sizga super mega chegirmamiz 24/7 barcha viloyatga amal qilib qoladi. Bu videoni qayerda sifatli va arzon propan va metan qo'ysam bo'ladi deb yurganlarga yuborib qo'ying. Eng qizig'i, biz oldi qo'yilgan jihozga 1 yil to'liq garantiya beramiz. Balonga 10 yil 24/7 Sirdaryo metan.